stul surilib ketmasligi uchun o'tirib oldim. Apshi deganda peshob chiqarib yuboradigan ayollar diqqatiga, matkasida opusheniyasi bor ayollar diqqatiga, chanoqson bo'g'imida og'rig'i bor ayollar diqqatiga. Shu mashqni men internetda ko'rib qolib, patsientlarimga qildirishni boshladim. Ishoninglar, rezultatga gap yo'q. Ko'ringlar. Stulga oyog'inglarni qo'yib, stulga yaqinroq surilib, babichka pozasida tazni tepaga ko'taramiz, yana ochamiz, ochib yopamiz. Ochib yopamiz. Ochib yopamiz. Har bitta usulni 2-3 minutdan. Qancha kuchinglar yetsa shuncha qilinglar. Keyingisi chanoqson bo'g'imimizni tazni aylana qilamiz. Aylana. Aylana. Ayniqsa katta yoshli ayollar bemalol sizlar ham ozgina-ozginadan qilsanglar bo'ladi. Sizlarga ko'rsatayotgan mashqlarimizni mensimasdan o'tkazib bormanglar. Agar qunt bilan bajarsanglar, ishoninglar, sizlar osteopatga ham, yumay terapevtga ham, massajga, matka ko'tarishga, operatsiyaga ham bormaysizlar.